Assalomu alaykum azizlar. Bugungi joyimiz suv ishlab chiqarish sexi. Farg'ona shahar Chekshurada joylashgan. 3,5 sotix. Hamma shart-sharoitlari bor. Vakuumli apparat, yomkistlari, baklashkalar. Mana bunaqa sizlarga ko'rsatib o'tib ketay. Bu biznesning asosiy zo'r biznes. Mana bunaqa baklashkalarni ishiradigan даже vakuumli apparatlari mavjud. Ishlab turibdi bu. Bu tomonimizda ishlab chiqaradigan zonamiz, yomkistimiz mavjud. Tak, mana vakuumli apparat и mana baklashkalarimizni chiqaradigan joy. O'rtoqlar, bu seximizni yoz paytlarida hozir ishchilar bilan nimalar bilan gaplashdim. Bu seximizdan daromad yoz paytlarida 50 milliondan oshiq, qishki paytlarda 20 million. U kommunikatsiyalardan, kommunalkalardan tashqari holatda. Еще plus ishchi kuchidan tashqari. Xullas, bu joyimizni shokolad narxda 120 ming hamma narsasi bilan 120 ming kami bor deyishyapti. Agar bu joyimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasiz. Salomat bo'ling. Ular mana suv ishlab chiqarish mana tayyor upakovkada 0,5 и 1 litrgacha ishlab chiqarilar ekan. Xullas, agar siz bu joyda oladigan bo'lsangiz, pulga ko'milib ketasiz to'chda. Salomat bo'ling.